Salom. Bugun 1-dekabr. Happy day. Uyimizni hozir biz dekoratsiya qildik. Bir ikkita narsalarni pishirib qo'ydik, chunki bugun Frankfurtga ham kelyaptilar. Bugun samolyot 13:00 da Frankfurt aeroportiga qo'nadi. Keyin biz o'shga ketdik. 3 kishi biz mana. Apam, Usmonbek va men. Shtamiz ketdik. Anfahrt Terminal 2. Biz hozir Frankfurt aeroportidamiz. Hozir endi samolyot qo'ngan. Chiqishini odamlarni kutib turibmiz. Mana mashqdan ayam chiqarlar hozirda. Salom. Biz hozir samolyot qo'nganini kutib olishga Usmon bir alohida bo'lib o'tiribdi, oldiga keldi. Shunda startda, shunda chiqishlari bilan otlarga kirib boradi.